Hurmatli obunachilar, bugun 24-iyul 2026-yil sizlarga yangi video topib qo'ydim. Короче, birinchi marta men o'zim mashina chiqaryapman. Bir og'amiz mashina sotaman deyapti. Kelishgan narxlarda deydi og'amiz aytadi. Az pullarni aytib o'tib ketaman. Короче, buning yili 2014 deydi og'amiz aytadi. Mendan bir zatim bor. Bu kerak deydi og'amiz, sotiladi deydi, tez deydi. Kelishgan narxlarda deyapti og'amiz, qaytan qarab beraman deydi. Nomerlerini ekranlarga qo'yib qo'yamiz. Hozir ishlarni aylantirib bir qator ko'rsatib beramiz. Bizlar hozir ishlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Appimizga kamera. İşler yomon emas. Hamma narsa to'shalgan. Shu ko'rdigan polni. Ko'rib turibsizlar-ku? Mexanik mashina, mexanik. Avtomat ko'rib emas. Mexanik. Sotiladi deyapti. Buning bahasi 62 milyon deydi. Qaytaman deydi og'amiz aytadi. Nomerlarni ekranlarga qo'yib qo'yamiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like'larni bosib qo'yamiz. Katta rahmat.